Har bir inson uchun o'z uyi, o'z qo'rg'oniga ega bo'lish bu eng katta baxt. Ayniqsa o'sha orzu bilan yillar davomida yashagan, ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalar uchun bugungi kun o'zgacha voqeaga aylandi. Sababki 14 ta yangi xonadon ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga topshirilmoqda. Ushbu tashabbus davlatimiz rahbarining aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan ezgu siyosatining yorqin namunasidir. Inson qadrini yuksaltirish, ehtiyojmand oilalarning yashash sharoitlarini yaxshilash va ularning jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashish yurtimiz taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Vaqf xayriya jamoat fondi O'zbekiston musulmonlar idorasi qoshida tashkil topganligidan bois ana shunaqa xayriya qiladiganlarni boshini biriktirish, ularga bir yo'l ko'rsatish, ularga mana bunday yo'nalishlarda demak o'sha xayriya qilishlik bor degan yo'llarni ko'rsatish uchun muhtaram yurtboshimiz ushbu vaqf xayriya jamoat fondiga asos solganlar. Bugun mana yana shu fondni rivojlantirish, kengaytirish, faoliyatini yuqori darajaga chiqarish uchun katta ishlarni yo'lga qo'yilyapti. Bugungi bo'layotgan xayrlik ish ham ana shu vaqf xayriya jamoat fondining bir tashabbusi. Saxovatpesha yurtdoshlarimiz va homiylar ko'magida uzoq yillardan beri uy-joyga muhtoj bo'lgan 14 ta oila uchun Sergeli tumanida qad rostlagan yangi ko'p qavatli uylardan barcha sharoitlariga ega xonadonlar sovg'a qilindi. 14 ta xonadon, 4 ta 3 xonali, 10 ta 2 xonali yangi qurib bitkazilgan. Faqat qurib bitkazilgan, balki to'liq ta'mirdan chiqib jihozlari bilan mana shunday vatanimizdagi boquvchisini yo'qotgan va uy olishga haqli bo'lgan kishilarga o'z egalariga topshirilyapti. Bu esa vatanimizdagi o'rtadagi tafovutni muvofiqlashtirib, kambag'allikni qisqartirish nechog'liq eng yuqori darajada ketayotganligini bugun yorqin ifodasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bugun mana shunday xayrli ishlarni nafaqat poytaxtimizda, balki yurtimizning barcha jabhalarida amalga oshirishlikni rejalashtirib turilibdi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Vaqf xayriya jamoat fondi ehtiyojmand aholiga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish bo'yicha izchil faoliyat olib bormoqda. Xususan 2025-yilda uy-joyga muhtoj 55 ta oilaga homiylar ko'magida to'liq jihozlangan vaqf uylari topshirilgan edi. Har bir hududdan ikkitadan xonadonni to'liq ta'mirlab berish rejamiz bor va bu ishlarni ham boshlab yubordik. Shu bilan bir qatorda davlat oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan, lekin o'quv shartnoma mablag'larini to'lashga imkoniyati bo'lmagan 1000 nafar talabalarni ham o'quv kontrakt to'lovlarini Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan to'lab berilyapti. Shu bilan bir qatorda joylardagi o'sha yordamga muhtoj bo'lgan oilalarga, boquvchisini yo'qotganlarga, bemorlarga, hammalarga Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan moddiy yordamlar amalga oshirib berilyapti va bu O'zbekistonimizdagi saxovatpesha insonlarni Vaqf xayriya jamoat fondiga o'tkazgan mablag'larning hisobidan amalga oshirilyapti. Alloh qabul etsin. Bu kabi ezgu tashabbuslar mamlakatimizda mehr-oqibat, birdamlik, saxovat tuyg'ularini yanada mustahkamlamoqda. Bu esa yurtimizda inson qadri ulug' ekanligining yana bir yorqin ifodasidir. Zokir Mo'minov, Firdavs To'rayev bugun dastur uchun.